Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpисchiklari. Bugun Chekkaparnikdan shonlan Gullan yo'lina avtoshop yandan shunday bir 200 kvadrat metr hovli joyimiz chiqadi. Toshkentskiy stilda qurilgan. Shuni sizlarga obzorlarni ko'rsatib o'tamiz, ichalarini tanishtirib. Ellarining stashga qilingan ziloniy zonalari boyna. Buralari qo'yilgan, datchiklar ham qo'yilgan. Darvozamiz ham shunday mustahkam demir darvozadan ajratilgan. Girgan yerimiz ham bir kafe. Bir de bir kichkina ziloniy zona qoldirib berilgan. Banda bir tapchan qo'yib o'tiradigan messasi yangi do'stlar. Shuning fasadlar ham jemchik svetdan urilgan. Xonalarımıza gireverishda uchun stupenkalar ham kafeldan ajratilib, demir eshiklardan qo'yilgan. Girganimizdan chap tarafimizda birinchi, ikkinchi etajimizda avtomatlar yine do'stlar. Hammasi. Hamma o'zi tayyor holatda turibdi do'stlar. Bir nasillik kat yo'li bilan Aristonni vannasida kamchiliklar bor, shularni qo'yib beradi, berayna rakvinalarni qo'yib beradi. Rakvina mestamiz yana girganlar. Panoramli aynalari даже Wi-Fi'dan kelib turibdi beradi do'stlar. Yine shuning ko'rinishda 4'e 10 metr holumuzning o'zi. Televizor qo'yilgan mestalar yine çok gerçekten. Şöyle girişlerimizden 10 tarafımızda spalnisi en dostlar. Spalnisi. Eşiklerim Resulü eşikleri en yaxşı eşiklerden koyulgan. Çökçülerine. Bir de gardiroblisi bu dostlar. Şöyle yine gardiroblisi bu spalnisine. Yine. Şunun görünüşte. Hem bir laminat pol. Köklü pol. Plus registrlerini toşçular taşalgan. Plus tarafı. Yine hem bir töplü pol yani dostlar. Hallettirleri. Bir yan tarafta kuhnyamız bu. Kuhnyamızı polu kafelden akvaplastikana koyulgan. Bak tarafımıza çıksak bir yan bir kichkina bir barbekü zona kaldırılıp ötürülgen bir de. Hava aylanıp turuşu için hem letin tuvalet ham boyning. Lekin tuvaletleri boyning. Yağmur akıp gidiyordan malzemeler nelerim taşılan toçkeleri. Belimize yine fartukla vurulgan. Fartukla vurulgan yani dostlar. Gaz toçkeler gelip durdu. Suyu, issiq soğuk suyu hem özü ötürülüp tayyor holatında durdu. Fartukla yine çıraylatı vurulgan. Ban tarafınıza aboy vurulgan. Banımıza fon beraberseniz oladı. Ban tarafına. Bana aboy vurulup tayyor olup tuttu. Ramçaya alım. Şimdi dostlar sanatörlüğünü gösterimiz. Birinci etajdayız sanatörlüğünü. Biri kemçilik yüzlerini koyup beradi. Polumuz kafiletilingen. Devallarımızdan üçünün dekorasyonu işlengen. Bir de yine narsalarni qo'ygan polkalarni qo'yib, beri Aristonni qo'yib beradi. Kamchilik o'zlarini qo'yib beradi beri. Vannasini. Shuning ko'rinishda vannasi do'stlar. Bu yerda yana zalini kiradigan eshikimiz shunday bir chiroyli eshiklardan qo'yilgan zamonaviy. Zalina kirsak, zali shuning ko'rinishda. Birinchi etajda do'stlar lyustralarni qo'yib beradilar hamma. Panoramli aynalar qo'yilgan uğlu. Alagonliklar ham chiroyli olib yapilgan. Yine shunday ko'rinishda do'stlar. Patologlari shunday figura berilib, galagerlar bilan qo'yib uzatilgan. Xonalarimizni birinchi etajini ko'rsatdik. Endi do'stlar ikkinchi etajini ko'rsatamiz. İkinci etajga chiqaverishda lestnitsalarimiz quyma üstüne laminat bilan apishib ketib uzatilgan. Chiroylatib. Chiqqanimizdan shunday bir ulug' holimiz tushgan do'stlar. Yine ulug' holimiz tushgan. 4'e 10 metr. Banda yine balkonunu ham görseniz de balkon ham ulluğuna kaldırılgan. Balkon ham yine ulluq, giyin tayyor holatında
Şunun bir dekorativni lastiklerini ko'p qo'yibdilar. Fanariklar yanadan geçti. Çıkkanımızdan cep tarafımızda bir spalni tushgan. Ustalar ham görüleni. Chiroyli düzelt qo'yibdilar lesensalarni. Cep tarafımızda shunday bir spalniza tushgan do'stlar. Cep tarafında bu anda mening spalnisi. Şunun görünüşteyim. Bir de toşkalar tasalgan hammasi. Zalına gösterib o'tamiz ikkinchi etajdagi. Zal ham ikki yarma kapı eshiklar qo'yilgan. Yaxshi eshiklardan sifatli. Birini shunday bir chiroyli etib dekorativni qilib chiqarganlar, devorlar. Aynalar ham ulug' aynalardan qo'yilgan, panoramli yoqib to'lib turadi. Keyin bu yerda shunday bir garderobni ikkinchi etajda samozyeli. Birini spalni istangizlar ham bo'ladi. Xohlasangiz spalni etib qo'yasizlar. Do'stlar, sizlarga gösterecek xonadonimiz shu 200 kvadrat metr, 8'e 25. Pulini kelsak, pulini $105.000 deb turibdi. $105.000. Ozgina kelishadigan yeri bor. Kelsangizlar, kelishib beriladi. Ekranlarda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar, kelib kelishib beriladi do'stlar. Like bilan podpiskani chiqarmanglar. Like podpiska etib borsangiz, shunday sifatli, chiroyli xonadonlarni sizlarga ko'rsatib borishga harakat etamiz. Alışlarınıza ham yordam etamiz do'stlar, satışlarınıza ham. Ekranlarda nomerlarimizni qoldiramiz. Shu nomerlarga murojaat etsangizlar, uy-joylaringizni satishda, olishda yordam etamiz do'stlar. Esa keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.